Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Buxari rahmetullahi aleyhinki Sahih Buxari namlı kitabida bugünkü okumoqchi bo'lgan dersimiz qibliga munosabatlik mazmunlarga to'xtalib o'tdimiz. Bu vaqtda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi tuvandik bobda mundoq deydi. Qibliga yuzlanishniki fazilati. Shundaqla inson musulmon odam namoz o'qigan vaqtida qibliga hatto ikki putiniki barmoqlarini qibliga udullaydi dedi. Chunki mushu mazmunning o'zini Abu Humayd degan kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bayon qilib o'tgan. Bu kishi buyuk sahoba Abu Humayd bizi kunyasi. İsmi haqida bir qism ixtilofli bo'lgan. Muhimi Abdurrahmon ibn Sa'd deguchilar bo'lgan, ba'zilar Munzir ibn Sa'd deguchilar bo'lgan. Vallohu a'lam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan nurg'un hadislarni rivoyat qilgan Sahih Muslim, Sahih Buxoriyda bu kishiga doir ko'p hadislar bor. Nurg'un tabiinlarniki ustoz bo'ldi. Masalan, Urva, Muhammad ibn Amr qatorliq sahobalarniki ustozi bo'ldi. Hatto Jabir ibn Abdullah bu kishining ba'zi hadis bayon qilganligi rivoyat qilgan. Uhud g'azoti va Uhud g'azosidan keyingi g'azotlarga qatnashgan. Bu Umayya davrida shu Muaviyaniki oxirgi zamonlarda o'lib ketganligi xotirlangan bu kishiniki. Hayat shunchalik. Bu kishiniki hadis ilmi qo'shgan tuhfasi qatorida 26 dona hadis mush kishiniki nomidan islom tarixida qoldirilib o'tgan. Bu nihoyatda ilmiy jihatda ilm etgan vaqtida buyuk bir avval. Yuqoridagi so'zim buni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki qilqini bayon qilib o'tgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamniki shu qibliga yuzlangan vaqtida barmoqlarini, ya'ni putining barmoqlarini qibliga udullaydiganligini xotirlab mangan bu odam. Hamda biz jiq qarasak atrofimizda bunday putimizni yantuq qo'yib oladigan, qibliga yanpash udullaydigan kishilarimiz nihoyatda ko'p. Bu nihoyatda qat qilishga tegishli nuqta. Hamda tövəndə shu qibliga yuzlanish, shu masjiddagi adab, qoidaga qatorliq mazmunlarga to'xtalamiz hamda. Bu shu masjidga namozga aloqador mazmunlar bo'lg'achqa, shuni bu kitob-u Saloda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi keltirgan. 391 numaralı hadis. Bu hadise İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Amr ibn Abbas degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Amr ibn Abbas al-Bahili, Abu Osman al-Basri, al-Ahvazi deyildi. Hozirgi shu Ironning tavallikidagi Ahvaz degan yurtda o'tgan odam bu. Arablarniki shu Bahili qabilasidan deb sanaladi. Bu Imom Buxoriy rahmatullohi alayhiniki ustozlarininki birida. İbn Hibban rahmatullohi alayhi bu kishini ishonchlik deb ta'riflagan. Chunki Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi mush kishining o'zidan 14 hadis rivoyat qilganligi, bayon qilganligi xotirlangan. Bu kishiniki ko'p ustozlari bor. Masalan, Sufyan ibn Uyayna bu o'zining ustozi bo'ldi. Undan boshqa, masalan, Imom Buxoriy bu kishiniki shagird hisoblanadi. Ba'zilar bu kishini laqablagan vaqtida Rozimi degan. Rozi degan gap guruchchi degan gap. Chunki guruch savdosi bilan shug'ullangan odam bo'lg'achqa bu ayni vaqtida bu odamni Al-Ahvazir Rozi dedi, guruchchi deb. Bu kishiniki o'lib ketgan vaqti 235-yilga to'g'ri keldi Hijriyaniki. Ibn Hajar rahmatullohi alayhi rostchil edi. Ba'zida ancha-muncha sal bir vahm qilib qo'ygan, xatolik qildi, avval bati deb ta'riflagan. Endi umuman ilm etgan vaqtida ko'p ulamolar bu kishiga aytdi. Ishonchlik degan siqa degan hadis istilohidagi muhim bu laqabni, nomni bergan bu kishiga. Undan boshqa, masalan, bu kishiniki hadis ilmiga qo'shgan tuhfat qatorida Imom Buxoriy rahmatullohi alayhiniki Sahih Buxoriyda 16 dona hadisi borligi xotirlangan. Bu kishining nomidan xotirlanib qolgandan 16 dona hadis bor. Bayatın biz 14 dedik, 14 belki İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi o'z bevosita rivoyat qilgan hadislar bo'lishi mumkin. Bu zot deydi bizga Ibnul Mahdi degan kishi hadis so'zlab bergan deb shunday deydi. Ibnul Mahdi Abdurrahmon ibn Mahdi nomi bilan mashhur. Al-Lu'lu al-Basarim deb qo'ydi. Bu marvoyatchilik qilish kerak, Lu'lu deb atalgan. Tug'an shahri Basra, Iroqniki Basradan. Bu kishi 135-yillar atrofida tug'ilib, 198-yillar atrofida o'lib ketgan. Basrada o'lib ketgan. Iroqniki Basra shahrida o'lib ketganligi tarixda qayd qilingan. Bu kishini hamda Imom Zahabiylar masalan
Yahya ibn Qattan'da aytdi, katta faqih deydigan bo'lsa, Ibn Hajar rahmatullohi alayh mazmut, hafiz, siqa, hadisni rivoyat qiladigan raviylarni eng yaxshi biladigan odam deb ta'riflagan. Bu nihoyatda ulug' nom hadis rivoyat qilgan odamga nisbatan aytgan vaqtida. Ana bu kishiniki nurg'un esli hislatlari xotirlangan. Mesela bir qism ulamolar deydi, biz din dunyoga qarab uchun, dinni qanday ilib boramiz, dunyoni qanday ilib boramiz, mush masalalarni hal qilish uchun, o'zimizga ulgu qilish uchun bir odamning uyiga bormoqchi bo'lsak, Abdurahmon ibn Mahdining uyiga boradiq deydi. Degan shuning qaragan vaqtida din dunyo masalasini bir-biriga qarama-qarshi qilib qo'ymay, to'g'ri ilib ma'algan buyuklarning biri degan bo'ladi. Onundan boshqa mushu Basrdagi ko'zi ko'ringan hadis obzorchilarniki biri. İbn Habban rahmetullohi alayh bu kishini fiqa, ishonchlik deb ta'riflagan bo'lsa, undan boshqa bu kishini puxta hafizlardan deydi. Unutib qolmaydigan, ilishtirib qo'ymaydigan puxta hafizlardan degan. Dindor, diyonatlik, taqvo, nurg'un hadislarni yodlagan, to'plagan, ham faqih, ham yozgan, ham hadis rivoyat qilgan. Demak, ko'p qirliq hadis ulamolarining biri edi. Ibn Hajar rahmetullohi alayh hafizul imom degan, nurg'un ilmlarni o'ziga jamlagan, to'plagan buyuk imom deb ta'riflagan. İmam Zahabi rahmetullohi alayhi ashunga o'xshash gaplarni qilgan. Ammo Ahmad ibn Hanbal rahmetullohi alayhiga kelsak, Ahmad ibn Hanbaldan so'ralganda Vaki' bilan Abdurrahman, ya'ni hozirgi Abdurrahman al-Mahdi, Vaki degan cho'ng ulama. Bu İmam Şafii'ning ustozi bo'ldi degan. Bu ishkaylarning ko'z qarashi o'xshamay qolsa, kimning gapini olamiz desa, Abdurrahman ko'pincha holatda Sufyan bilan o'xshashroq fikri. Va Sufyanning hadislariga bakrak ahamiyat berdi. Ya'ni demakchi bo'ldi, Abdurrahman ibn Mahdini ilinglashning gapini sal yaqinliqi, to'g'riga yaqinroq deb menda qaragan. Demak, chunki 50 hadisda mush Abdurrahman ibn Mahdi bilan Vaki azroq ixtilof qilishgan. Shayjik hadismi, shayjik emasmi degandek mazmunlar talash qilgan. Ko'pincha Abdurrahmonniki gapi to'g'ri chiqqan dedi ulamolar. Bu kishiniki mush hadisni bilish bilan birga hadisni rivoyat qilgan raviylarning katta bildiganligi ta'riflangan. Bu odamda so'ralgan ekanda ayni vaqtida Abdurrahman ibn Mahdiga yolg'onchini qanday bilsa debdi-da, mush hadisni kazzab hadis rivoyat qilgan, yolg'on hadis rivoyat qilgan mush odamni qanday bilasiz degan vaqtida mush doktor Saroni qanday bilgan bo'lsa shunday bilaman degan. Demak, mahirul hadis bu odam. Bu odamniki buyuk ustozlardan Malik ibn Anas, İmam Malik rahmetullohi alayhi, Abdullah ibn Muborak qatorliq buyuklar bu kishining ustozi bo'ladi. Ham shogirdlarini kim o degan vaqtida shogirdlarimi bir-biridan sarxil Amr ibn Ali, Isaq ibn Mansur qatorliq kishilar bu kishining buyuk ustozlari bo'ladi. Hadis ilmi qo'shgan tuhfat qatorida Sahih Buxoriyda 33 dona hadis varmış adamning nomida bayon qilingan. Abu Davudda 36, Muslimda, Sahih Muslimda 78, İmam Tirmizining Sunan nomli kitobida 8, Sunan Nasaiyda 160 dona hadisi var. Demak, bu hadis ilmi qo'shgan tuhfat zo'r deyishki bo'ldi. Bu zot dedi-da, bizga Mansur ibn Sa'id degan kishi hadis so'zlab bergan dedi. Bu kishimi Mansur ibn Sa'd al-Basri deyildi. 150-yil bilan 160-yil qadarmış orliqda dunyodan ketgan hijriya. O'ziga ishonchli ekanligi hadis manba nima muhaddislarniki kitoblarda manbalangan. Mesela İbn Hajar, İmam Zahabi qatorliqlarmi bu kishiga siqa, ya'ni ishonchli deb baho bergan. Andan boshqa nurg'un ulamolarmi yaxshi baholarni bergan bu kishiga. İmam Zahabi, İmam Nasaiylar, Ali ibn Madinilar masalanchu. Bu odam nima Lo'lo deb atashda masalan, Lo'lo'y deb atashda ustozi Abdurrahman ibn Mahdi Lo'lo'ga bog'lagan bo'lishi mumkin. Nurg'un ulamolar bu kishini sohibi Lo'lo'ning birodari deb atagan. Chunki ustozi Abdurrahman ibn Mahdi Lo'lo'y deb atalgan. Davomli shu bayatning gapini qilgan Abdurrahman al-Mahdidan ko'p hadislarni rivoyat qilgan ustoz bo'lg'achqa balkim ash kishiga nafrat berilgan bo'lishi mumkin.
Ali ibn Madinami bu kishiga chataq yo'q degandek bundoq baholarni bergan. Bu kishiniki hamda ustozlardan Maymun ibn Siyah degan kishi muhaddis, bu ustoz bo'ladi. Shogirdlari bayatinqi Abdurahmon ibn Mahdi shogirdi bo'ladi. Hadis ilmi qo'shgan tuhflar qatorida Sahih Buxoriyda 1, Sunan Nasaiyda 1. Hayotida mush ikki hadisni rivoyat qilib iz qoldirib qo'yib ketgan. Cho'ng tuhfa, alad davom qiyomatgacha ajr berib turadigan cho'ng ish bu. Maşallah, tabarakallah. Bu kishi Maymun ibn Siyah degan kishidan hadis bayon qilgan. Endi Maymun ibn Siyah kim o deganda Abu Bahr al-Basri nomi bilan mashhur. Hijriya 111dan 120-yilga qadar atrofida o'lib ketganligi xotirlangan. Ibn Hajar rahmatullohi alayh o'zini aytdi. Obid, rostchil adam, ba'zi xatolashadi degan bo'lsa, Imom Zahabiy rostchil, taqvo, diyonatli odam degan. Yahya ibn Ma'in bu kishini zaif deb qaragan. Biroq bu kishidan boshqa Yahya ibn Ma'indan boshqa muhaddislar, bir qism muhaddislar ishonchlik degan. Hatto Imom Abu Dawud rahmatullohi alayhi laysa bizak, chataq yo'q, masala yo'q degandek baholarni bergan. Lekin bu kishi o'ziniki qiroat ilmi, qarilikda dan qozongan, shuningdek Sayyidul Qurra, qarilarniki xo'jasi, kattasi deb atalgan bo'lsa, undan boshqa taqvodorlik bilan mashhur. Hayotida hech qanday odamning g'avtini qilmagan va g'alat qilgan odamni qishda qo'ymagan odam bu. Bu bugungi kunda ko'pincha qancha taqvo odamlar bu bir xil diqqat qilib bo'lolmaydigan bir cho'ng masalalarniki biri. Bu kishilarniki ma'naviy haq huquqlari kirdi. Shunday masalalarda, nozik masalalardami o'zini taqvo tutib diyonat bilan dunyodan ketgan buyuklarniki biri. Amaliyotda ma'lum hadis ilmida bayatning gapini qilgan muhaddislardek bek katta, bek mazmut bo'lmasimi, ammo diyonat ilmida taqvolik babida o'ziga loyiq bir xoslik yaratgan buyuklarniki biri bu. Bu kishi ham tabiin, shunlashqa Anas ibn Malikdan bayon qilyapti bu hadisni. Bu kishi Anas ibn Malikdan bayon qilgan bu hadisni. Deydi-ki, Payg'ambar alayhisolatu vassalam mundaq degan deydi Anas ibn Malik radhiyallohu anhu. Kim bizning namozimizni o'qisa, qiblimizga yuzlanib, qiblimizni e'tirof qilib, qiblimizda namoz o'qisa, biz bo'g'izlagan uloqlarni yesa ham shundoq bo'g'izlab yesa, bismillah Allohu akbar deb. Mana mushu musulmon deydi. Bu odam uchun Allohning va'dasi berilgan. Musulmonlar, ya'ni bu odamga tegmaslik, musulmonlarcha muomala qilinish va'dasi berilgan. Allohning bu va'dasiga sizlar xiyonat qilmanglar deydi Janob Rasululloh. Demak, yuqorqi alomatlar shu musulmondochilikniki, bir qavmning yoki bir millatniki yoki ma'lum qabilalarniki musulmondochilik alomatlariniki tashqi, aniq ko'rinishi. Darhol shunday qiblaga qarab namoz o'qigan va shu namoz o'qigan musulmonlarniki bo'g'izlagan narsalarni yegan odam bo'lsa, darhol uning tashqi jihatidan biz musulmon deb ham musulmondochilik hukmi bilan, muomalasi bilan unga muomala qilamiz. Ammo bag'an sirmida ikki masalalar bo'lib qolsa, o'xshamaydigan fikr, o'xshamaydigan e'tiqod, o'xshamaydigan aqidaviy masalalar bo'lib qolsa, buni fikrlab bu qozilar va davlat arboblari asosida buni hal qiladi. Lekin biz shaxsiy muomalada tashqi ko'rinishga dastlab qilib bergan bizning tuyg'imiz darhol buni musulmondochilik holatida muomala qilish. Chunki bu yuqorqi alomatlar bu musulmondochilik bilan boshqa dinlarningki farqini ayirishda alohida ro'shan ko'rinib turadigan masalalarniki biri. Amaliyotda nurg'un islomniki shuarlar bor, masalan bundan boshqa. Lekin ma'lum bakrak gavdlik ko'rinadigan islomniki shuarlarining alomat belgilarininki bir qismi. Dindan chiqib ketgan bundan boshqa nurg'un qavmlar bor. Qur'onning ba'zi ishonadigan, ba'zi ishonmaydigan, Qur'onniki ba'zi hukmlarni inkor qiladigan, payg'ambarlikni da'vo qiladigan, undan boshqa dinni o'zgartirib etgan, hadislarni masxir qiladigan, oyatlarni masxir qiladigan, o'zi ra'y bo'yicha ta'vil qiladigan nurg'un kofirlar hali ham mavjud va bundan burun o'tgan. Buningga shunday muomala qilinmoqda degan vaqtida bu ayrim ikkinchi bir masala. Lekin
birinchi qadamda dastlab ko'ringan vaqtida cho'qin bunga musulmonlarchilik shakli bo'yicha muomala qilamiz. Endi 392 numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Nuaym hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu zot deydiki bizga Ibn Muborak hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. İbn Muborak Humaydut Tavil'din Humaydut Tavil Anas ibn Malik'ten bayon qilgan. Bu 4 raviniki tarjimali o'tgan. Bu kishi deganda Anas ibn Malik Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan edi. Kishilarni o'ldirishga yoki kishilar bilan urush qilishga buyurildim men. Ular la ilaha illalloh deganga qadar mana urush qilishga buyurildim. Agar shundaq desa dedi, la ilaha illalloh desa va bizning namozimizni o'qisa, qiblimizga yuzlanib namoz o'qisa, bizningki bo'g'izlagan uloqlarimizni, charovlarimizni yesa go'shini. Bizga ularning qini harom, men harom. Ularning qiniga, mol dunyosiga tegmaymiz. Ammo haq bilan bo'lsa ayrim masala. Haq huquq masalasi masala. Shunga o'xshash. Haq bilan ilinsa mayli. Shariatda belgilangan haqlar bo'yicha ilinsa uning mayli. Ularning hisobi qolgan hisobini Allohga topshiramiz. O'tkazgan boshqa gunoh xatoliklarni Alloh o'zi bir taraf qiladi. Ammo bizga mishadiki namozimizni o'qish, qiblaga yuzlanish, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deyish bu masalasi bu yerda bizning urush qilishimizdagi muhim o'lcham degan. Endi men yuqoridagi hadisni mutlaq tushunishga bo'lmaydi. Mutlaq zadimi shundaqda cho'qim biz o'ltirimiz, zadimi shu namoz o'qigan qadar zad o'ltirishimiz, jihad qilishimiz muqarrar deb bu hadisni shakli zohiriy jihatda mutlaqlashtirishga bo'lmaydi. Chunki biz Rasulullohning hayoti qayilsak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam urush qilgan taraflar va to'xtam bilan yashagan davrlar va kafirlar bilan to'xtam tuzib, sulh tuzib yashagan vaqtlarim bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayoti bilan shu yuqorqi degan hadisni birlashtirish orqali shu abqari ulamolarniki ko'z qarashi va bu hadis oyatlar orasidagi jo'g'lanma mazmunlarni asos qilish asosida bu hadisni tushunish to'g'ri keldi. Chunki bu hadis to'g'riliq ulamolar nurg'un gaplarni qilgan. Ba'zilar mansux deganlar bo'lgan. Mansux emas inshaalloh. Undan boshqa bu hadisga nurg'un o'xshamagan ta'villarni bo'lgan. Bu hadisni zohiran qabul qilib, cho'qim bu hadisga zohiran aynan amal qilamiz deydigan bir qism fikrdagilarmi bo'lgan. Lekin bu jihatda shu to'g'ri bo'lgan qarash o'sha ulamolarniki, o'sha Allohning so'zini oliy qilish, yuqori qilish babida jihatdan tavrinmaydi har qanday musulmon. İnşallah. Lekin buniki cho'qim shartlari bor, o'ltirishning, urush qilishning, jihad qilishningki o'ziga loyiq qoida, yo'suni va manhaji bor. Bunga cho'qim amal qilishga to'g'ri keladi. Bu yerda hozircha eng muqarrar inoq bo'lgan qarash, biz ular bilan urush qilishga buyurildi. Musulmon bo'lgan qadar yoki ashning hukmidagi aloqador masalalarni ijro qilgan qadar, masalan jizyaga o'xshash, sulh to'xtamlarga o'xshash deganga o'xshashda, mushta masalalar ijro qilingan o'xshash deguvchilarmi bo'lgan. Qolganimda Allohu a'lam bu masalani aniq bilish uchun cho'nqur tadqiq qilish to'g'ri keldi. Shunlashqa bu hadisniki zohiriy ko'rinishi qarablam yoshlarimizniki oldirmasligini umid qilamiz. Ham shunaqla bu masalani cho'nqur atrofliq kitoblardan, hadislardan, shar'iy ulamolarniki shar'iylardan foydalanish orqali ulamolarniki to'g'ri tushunchasiga tatbiqlash va shu ko'z qarashini elish bu yerda bek muhim. Ondan Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi mundaq dedi. Ibn Abi Maryam mundaq degan edi dedi. İbn Abi Meryem'nin ismi Said ibn Abi Meryem namıyla meşhur. Bu Kitabul Alim'de bu kişininki tercümalı ötüp boğanda başta. Bizge Yahya haber bergen edi dedi. İbn Abi Meryem'nin ustazı. Bu yerdeki bu Yahya bolsa Yahya ibn Ayyubul Maqabiri namıyla meşhur. Özüne ait cimg'ur, temkin, bir yaxshi degan sifatlar bilan sifatlangan, o'ziga rostchilik bilan ma'ruf hadis ilmida. O'zini aytdi, yaxshi Allohning bandalari deb ta'riflangan. Ibn Habban rahmatullohi alayhi bu kishi ishonchlik deb ta'riflagan. Demak, bir ishonchlik taqvodor bir musulmon muhaddislarniki biri. Bu kishi
İmam Müslimga Abu Davudga hadis so'zlab bergan. Demek bu katta muhaddislarniki biri hisoblanadi. 234-yillari o'lib ketganligi xotirlangan. Bizga Humayd hadis so'zlab bergan deydi bu odam. Humayd boshda o'tgan kishi shu. Humaydu Tevil degan kishi shu-da. Bu kishi dedi bizga Anas hadis so'zlab bergan edi dedi. Anas payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bayon qilgan. Bu hadis 393 numaralı hadis. Bir ravini hozir keltirib bo'ldi-da. Bu ravi Said ibn Abi Maryamdan Anas ibn Malikdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bo'lib taqashdi. İmam Buxoriy mavu variantini raviniki hadisniki yana bir yo'lini bayon qilib, yana İmam Buxoriy mundaq deydi: "Va qala Ali ibn Abdullah." Ali ibn Abdullah mı İmam Buxoriy'niki büyük ustozlarınki biri. Ali ibn Abdullah ibn Ja'far, Ali ibn Medini şu büyük ustozlarınki biri de meşhur. Bu kishi deydi bizga Xolid ibn Haris hadis so'zlab bergan deb shunaq deydi. Xolid ibn Haris deydiki bizga Humayd hadis so'zlab bergan dedi. Yana bu hadis Humaydga berib qoldi. Demak İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bu hadisni Said ibn Abi Maryamdan bir yo'lda, ustozi Ali ibn Medini, Ali ibn Abdullahdan bir yo'lda, yani ikki xil yo'l bilan bayon qilgan demoqchida. Humayd debdi Maymun ibn Siyah Anas ibn Malikdan so'ragan. Bu kishi debdi ya Abu Hamza Anas ibn Malikning kunyasi. Bir musulmon bandining qani, moli qanda vaqtida yoki qaysi ish bilan harom bo'ladi, uningki mol dunyosiga, uning jiniga tekkil bo'lmaydigan bir alomatlarni deb birin qanday qiladi kim debdi Anas ibn Malik. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb shohidlik guvohlik bersa, bizning qiblimizga yuzlanib namoz o'qisa, bizga o'xshash namoz o'qisa, hamda namoz bilan qibla ikkisi bir gap. Chunki qiblasiz namoz bo'lmaydi. Namozsiz qibla bo'lmaydi odat bunda. Namoz degan ko'pincha qibla degan namoz aloqador. Muhim shartlarning birida. Lekin bu qibla bu alohida odamning ko'ziga gavdlik ko'rinib turgan alomatlarning biri. Bir musulmonning musulmondorchiligini ifodalaydigan. Va bizning bo'g'izlagan mollarimizni yesa, fa huval muslim. O musulmondir. Şu musulmon uchun qanday qilishimiz kerak? Biz boshqa musulmonning cho'qim foyda ziyniga ega bo'lganga o'xshash, shu musulmonlarning foyda ziyni bizning qatorimizga o'tadi. Degan bo'ladi bu. Yani demak, boshqa musulmonga qanday foyda, ziyon yuklangan bo'lsa, shuningga shu deb javob bergan. Demak, bugungi o'qilgan darslarimiz asosan qiblaga aloqador mazmun bu yerda bekrak gavdalangan nuqta bizga muhim. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.